Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana Xudo xohlasa yashiklarimiz bitdi. Bu yashiklarimiz 90 santimetrli yashiklar. 4 ga bo'lingan, 5 ta ramka tushadi. Yashiklarimizni yon devorlari uchlik, qolishi 207, 208. Poli 202 lik taxtadan bo'lgan. 2 lik deyiladi. 2 lik qolgan. Qopqoqlari 2. Qopqoq tepasiga qoqilgani 1.6 santimetrli taxtadan bo'lgan. Yashiklarimiz sifatlari a'lo darajada. Ko'rib, baho berib, lak bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa Gulistonga bitdi. 10 ta to'rxona, 30 ta 2 xonalik. 2 xonaliklar ham xuddi shunday. Pollari 202 lik, yon devorlari 3 lik 207 qolgan. Bularda hammasiga 3 ramkaga cho'ntak ochib ketilgan. Mana bularning ham sifatlari juda a'lo darajada bitilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bularning qopqoq qismiga tunikasi mana shu malushnidan, matvidan bo'lgan malushni. Qopqoq qalinligi ham 3 lik qalindan. Bir boshdan ko'rishingiz mumkin. Bu yashiklarimizga hammasiga uголок qatiriladi, 4 ta burchagiga. Uголок. İki xonalik mana. Kimga yana shunday yashiklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Manzil Farg'ona viloyat Bog'dod tumani. Telefon nomerlarimiz 91 lik 056 04 21. Qopqoq qismi aylanar ramkasi 2 lik taxtadan bo'lgan. 2 santimetr. Mana tepaga qoqilishi bemalol 100 kilogacha yukni ko'taradi. 1.6 dan qoqilgan. Qalin. Qopqoq dimoxodlari ag'dan 2 ta, bag'dan 2 ta ochib qo'yilgan. Kimga qanaqa ochish kerak bo'lsa ochib beramiz. Ikkala yondan ham ochib beraveramiz. Yashiklarimiz orqasida dimoxodlari yo'q, chunki zakaz tushmagan undan.